Mini-Force X multfilmi haqida 17 ta fakt. Qani boshladik. Mini-Force X multfilmi Janubiy Koreyada ishlab chiqarilgan bo'lib, uni Samik Entertainment nomli kompaniya ishlab chiqargan. Multfilm birinchi bo'lib Aqloy telekanalida efirga uzatilgan. Multfilmdagi yovuzlar salbiy energiyadan kuch olishadi. Mini-Force so'zining ma'nosi mini kichik, Force esa kuch va quvvat degan ma'nolarni anglatadi. Multfilmda Volt personaji hazilkash qilib ko'rsatilgan. Dastlab jamoada 4 ta a'zo bor edi va ikkinchi faslda unga Rio ham qo'shildi. Ilgari bu hayvonchalar himoyasiz hayvonlar bo'lgan va ular o'zlarini himoya qilish uchun Mini-Force guruhiga asos solishgan va keyinchalik dunyoni yovuzlardan qutqarishni boshlashgan. Mini-Force X multfilmi 2018-yilda yaratilgan, lekin bizga juda ham kech taqdim etishdi. Bu multfilmni yangicha formatda taqdim etishdi, lekin haligacha Aqloy telekanalida tarjima qilinmagan. Bu multfilm ko'plab tillarga tarjima qilingan. Do'stlar, videomiz shulardan iborat edi. Video sizlarga yoqqan bo'lsa, videoga bittadan like bosing va kanalimizga obuna bo'lib, kommentariyada keyingi 17 ta fakt qaysi multfilm haqida yoki qaysi multfilm qahramoni haqida chiqishini kommentariyada yozib qoldiring. Hammaga xayr, sog' va salomat bo'ling.